Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish. Bu pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo'lsa, ularni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan ularning kelib chiqishiga qonuniy tus berishdan. Xuddi shuningdek, bunday pul mablag'larining yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki ularning kimga qarashliligini yashirishdan yoxud sir saqlashdan iborat bo'lgan jinoiy jazolanadigan ijtimoiy xavfli qilmishdir. 1707-90 kodi bilan 998-67-20, 71 kodi bilan 514-19-17, compliance kuchukcha o'zbekstil.uz, UMK pastki chiziqcha Antikorbot, O'zmedkombinat aksiyadorlik jamiyati ishonch liniyasi aloqa kanallari orqali compliance xizmatiga xabar bering. Korrupsiyaga qarshi birga kurashamiz.